eri. İlişkili vatandaşı Allah korusun gerek. Allah. Tomakları hoş tugul, üstleriniz bütün. Kolxoz prezidentlik xizmat haqi to'laymi? Eng dolzarb partiyalarda 31 mingtasining partiyalar 31 baravar. Men endi tega kelajakda tog'da orttirsin deb aytyapman. Yigitlar respublikada saylov mushoqatlari boshlandi. Endi munitsipal rayonlarda ham deputatlar bo'yicha boshqa onun o'z traditsiyasi bor. Respublikamızın bugungi prezidenti Rustam Nuralievich Minnihanov tabiiy tog'da srokka borgan o'zining rizolarini berdi. Yil boshlig'ida ana bu fikrini qutladi. Televideniye materiallarini ko'rgansizdir endi. Respublikamız motoruna o'sishda endi o'ldirish har kim o'z turmushini o'z ishlab yashab to'g'riga tegish birovga tega boshqalarga to'g'rilar ansa kishi xizmat bilan yasharga tegish. Ama respublikamızdan o'tgani Metin Sharipov bilan birga ishlagan yillarda da Rustam Nuralievich yetakchilik etgan endi so'nggi 10 yilda u prezident bo'lib ishladi deb respublikamızdan yozmash o'qilishdi. Onun federal yetakchilik bilan munosabatlarining shulay tegiz motor jili bo'luvi, respublikaning turmushini ishidan terandan biluvi, onun üstüne onun oldagi 5 yillikqa belgilagan o'zining strategik programmasida respublika xalqına tog'ida egiliklere xizmat etib yurishi qo'yildi, salomatlik saqlov bo'yicha turmush shartlarini yaxshilatish bo'yicha iqtisodni tog'ida o'stiruv bo'yicha ansida kerak chunki respublikada qo'yag'ini yo'l solam desang de, obyekt tuzim desang de, xizmat haqi to'layim desang de, salomatlik maktablarini qatam desang de bari byudjet topsha kerak. Byudjet topsha bo'lsin uchun ekonomikaning yaxshi bo'lishi kerak. Mana bu ayrim iqtisodiy zonalarda neftning motor ishlavida, Kayif kompaniyalarining ishlavida, ular barisi mana shu respublikada o'zining ichki regional produktini ana 3 trillion kelajakda 5 trillion degan maqsad bilan ishlanadi. Ana shu 3 trillion 300 milliard respublika byudjetiga kirim degan so'z. 300 milliard akşam bo'lsa tutargan xalqqa iyilikli bo'lib xizmat etib qo'ygan shularga sizning tartibi sevishib o'shayotgan bitimda sizdan bu planimiz to'ymadi bende bizning rayon boshliqlarining ularning problemalari ularning qo'yadigan bitmay bu yaxshiroq yashagan sayin oldagi tog'da yaxshiroq yashasa kerak shunga ko'ra mana respublikamızın prezidenti bugungi Rustam Nuralievich saylovlarda tag'in bir ishonch ko'rsatirsa degan hisobda turamiz. Ko'proq tovush bersangiz, yaxshiroq saylovsangiz imkoniyat oyoq tirab kirib, mana men bit respublikada eng ko'p tovush beruvchi nima eng qo'l berilgan ish toshlar deb hisob bo'laydi. Mana shunday ishlar deyapti. Hali biz bir necha yetakchi respublikada shulay o'rinlarda xizmat o'rinlarida uchrashuvlar o'tkazamiz, suhbatlashamiz. Ham mana rayon boshliqlarini aytamiz endi prezidentning shu oldagi 5 yillikdagi qo'ygan urush maqsadlarini ayrim yo'nalishlarda ayrim obyektlar, ayrim problemalarni hal etuvda ismlik to'plash uchun endi rayon boshliqlari shunday o'zlarining nakazlarini nazarga olish bo'lar edi. Prezidentga yangi shartda turmush qo'shilishi uchun. Endi rayon boshlig'i o'zi bizning problemalarni yerlik boshliqlarida işinden bilesiz turmuşumuzun. Şunlar da ümitleniriz. Oldaki 5 yıllık şunda yamadan dağı da gözge görünürlük umay özgürlükler nasip ettiğini önemli. Şunu fikirlerim. Rahmet. Aynı Aratvaç ana hocalarının aldığını mekanizatorlar diye beytemine göre zor armaya mümkün de alanı işleyen işlerde şulay edip gittim. En zor konuşmalarda bu mümkün de etrafında en çok süt ikografiyadan texnologiya neylab qarish, upravlение, рассиноводство, sifrovizatsiya kiritishi, shunday neylab bu, shunday xo'jalik bu, shunday yigitlar bular. Mana 26-yilda Герой труда Олный Коварьев ордена Трудовой славы Донасовый перед Отечеством Metin Sharipov Беса Султан Танасов лавитинде күннәргенә килмәгәндә
Республика президентler bular, bütün rayon başkanları bular, Moskvadan da bulaklar bular, şuna göre zor merapiyeti, zor tantana, ana cümlenemiz var, bizim için zor gururluk. Tataristan'da şolay göreyinin bizden dedikten buluğa, şuna göre sizden hizmetiniz bilen dengal kilesiz. Biz bütün hatırlayız, ağır yıllar bulgan, ok bulganın, Norveyan hocalarının da, bizden şolay bir enak hocalıqlar, Norveyan hocalıqlar, Allah bugün maturite uzuşlarına paratıran hocalıqlar anın negeden siz teşkil etəsiz. Ona göre bir rahmet sizge, duygan hizmetiniz için, ana şu mol ite üstürgen ikinlerine İsa imin bulup jivalığa yazsana indesin. Bundan birlikte şunsı bulsa, alganları Allah bilse, ekliği bitti, eşitliği yakın bulsa, bizde de şunu kuvvet olayım, ben jivalık bulsa, alganın akşağı eylendirip alsa, Paris bana eylendirip çekilip, akşağı eylendirgen çekilip birigeyken, şuna kadar selametlik dileyim. Ama şu anda Rasım Pidası'nın karşılıkta Marat Otçu'da oturttu hizmetlerini jiyip, İsa'nın bulsa, Raynu İnşa'da 210 tonla kaşığıp, sayılavlarını da motoru tutup gelip, diğeri bildir, şu anda bir takım arası gidelim. Amin.